Kelin ko'yni qidiryapman. Kecha Instagramimda apros qo'ydim. Qizlar va Instagramimdan kim meni TikTokda ham kuzatayotgan bo'lsa, hammanglarga rahmat. Bilasizlarmi, nima kutmagandim, lekin ko'p odamlar meni xarakterimni haqiqatan bilishar ekan. Chunki men Instagramimda aytdimda, qizlar menga svadebniy salonlarni, O'zbekistondagi svadebniy salonlarni stranичкасini tashlab beringlar, chunki bu yerdan men yaxshi ko'ynik topolmayman to'yga. O'zbekistonda kelin ko'yniklarning vibri kattarog'i va ani tortga o'xshagan katta pishni ko'yniklar emas, meni xarakterimga to'g'ri keladigan ko'yniklar, yevropizirovaniyroq ko'yniklar bo'lsa tashlab beringlar degan edim. Hamma tashlagan ko'ynaginglar qizlar menga shunaqa yoqdi. Shunaqa meni xarakterimni yaxshi bilar ekansizlar. Voy, kanalga surmadim. Shunaqa meni xarakterimni yaxshi bilar ekansizlar. Mazza qildim u ko'ynaklarni ko'rib, endi tanlay olmayman qaysi biri menga ko'proq yoqyapti. Mani xayolimda shifon, bundoq yengil, воздушный ko'ynak, lekin pishni emas, shunaqa edi. Bundoq yelkalaridan tushib turgan, balkim anaqasi, spinkasi ochuv, romantichniy obrazlar bo'ladi-yu, chem men toshli, mana gullilarni yomon ko'raman. Menga lekin bilasizlarmi, bir tarafdan Amerikada kelin ko'ynak tanlash protsessi yoqadi, chunki bu yoqda salonlarga kirsanglar, sizlarga shampanskilar qo'yib beradi, dugonanglar bilan borasizlar, spesialniy podiumchasi turadi, kiyib ko'rasizlar. То есть har bitta kelinga отдельный konsultant beradi. Bundoq qanaqadir kinolarda ko'rgansizlar-yu. O'shanaqangi bir anaqa o'rtoqlarim bilan borib, mana video olaymi deb o'ylab turdim. Zo'r kontent bo'lardi-da, Amerikada kelin ko'ynaklarni sizlarga bir ko'rsatsam. Voy qizlar, agar u salonlarning veb-saytiga kirib bir kelin ko'ynaklarni ko'rsanglar, qochib ketasizlar. Shunaqangi 80-yildagi kelin ko'ynaklar turibdi-da. Umuman u modadan qolib ketgan, bizani 2000-yildagi to'ylar esinglardami, unda gullik prichoska bo'lardi. Mana bu yerda rozachka degan prichoska, toshli, yaltiroq anaqa ko'ynaklar bo'lardi. Ana o'sha ko'ynaklar turibdi-da. Meni vkusimga to'g'ri keladigan ko'ynak olaman desam, $8,000, $9,000, $20,000 Vera Wang anaqasiga kirsanglar, agar $50,000, $60,000 ko'ynaklar turibdi. Bitta 3 xonali uyi puli O'zbekistonda. Endi men u darajada pulli anaqanga nima deydi, ko'ynakga isrof qiladigan odamlardan emasman. O'zi to'yga ham qarshi edim. Prosta bo'lajak turmush o'rtog'im, ota-onasi ham, o'zi ham. Men misol uchun ikkinchi marta ergatyapman. U birinchi marta hech qachon uylanmaganman. Ko'rishim kerak bu narsani dedi va ota-onasi ham xoladi, chunki bittagina farzand, bitta o'g'il. O'shaning uchun xo'p dedim. Sani pulingga qilamiz dedim, bo'pti dedi. Kim to'y qilmoqchi bo'lsa, o'sha to'lasin, to'g'rimi qizlar? O'sha sani meni pulim emas. 3 kun oldin biz anaqa qildik. Nima deydi, birlashtirdik bankovskiy kartochkalarimizni. Uni dostupi bor meni pulimga, meni dostupim bor uni puliga. No, opanglar aqlli va meni kartam, menda o'zbek karta bor. Hamma pulim o'sha yerda. Ya'ni men uni pulini ishlata olaman, u menikini ishlata olmaydi. Eng aqlli sxema qizlar, o'rganinglar. Opanglar tirikligida. Men bu pudrani sevdim. Vodostoyka haqiqatan qizlar, haqiqatan do'konda qolmaganu kelsa ovolinglar, o'zinglar sezasizlar, yozda mezza qilib ishlatasizlar. Xullas, ko'ynak masalasiga keladigan bo'lsak, zaksga oddiy birorta bir kostyumdami yoki birorta bir oddiy oq ko'ynakdami bir bola qilib boraman. Hali unga ham get ready qilamiz. Zaks aprel yoki mayda qilamiz, to'yi bo'lsa u kuzlarga yaqinroqda qilamiz, chunki oyimga viza qilish kerak. Oyim kelishlarini xohlamayman to'yimga. Конечно, hammasi kelganda akamning xotini, bola chaqalari bilan kelganda, конечно, zo'r bo'lardi-yu, lekin qizlar bilasizlar, viza olish Amerikaga qiyin. Bizda bo'lsa, yanagi yil aprelda O'zbekistonga uchish planimiz bor. Shu aprel maylarda-da, chunki men O'zbekistonda yozda bo'lish xohlamayman. Shunaqa issiq erib ketasizlar. Ko'chaga chiqib, bunda borganga yarasha endi Samarqand, Buxorolarni ko'rsatib kelgili keladi-yu, o'shaning uchun issiqda yurib bo'lmaydi. O'shaning uchun men har doim O'zbekistonga borsam yoki kuzda yoki bahorda boraman. Qishda foydasi yo'q, hamma xunuk, seri bo'lib yotadi. O'zbekistondan kelin ko'ynak zakaz qildirishim kerak bo'ladi. Uni ham qanaqa qilib endi qilaman? Misol uchun primerka qilish kerakman, bu yoqda yashasam, ko'ynaklar u yoqda bo'lsa. Nima qilamiz endi? Qizlar bir ilojini topamiz, to'g'rimi? Вообще qizlar tiktirganimda вообще zo'r bo'lardi. Eng zo'ri men xohlaganimdagi tikib berishsa zo'r bo'lardi. Lekin bu yoqda mehnat, qo'l mehnati juda ham qimmat-da. Men xohlamayman shuncha pul to'lash ko'ynakga, chunki bir kun kelsizlar всё. O'tgan kuni Instagramimda shu gapni как раз ko'tarib chiqdim to'y haqida, что men uchun to'y bu kerak emas, nima deydi, dang'ir-dung'ir pul ishlatishga, nervnичать qilishga, to'y qilish oson emas-ku. To'g'ri, Amerikada endi O'zbekiston darajada dang'ir-dung'ir to'y qilishmaydi, bu yoqda bitta narsasi yomon, biror narsaga yozilmoqchi bo'lsanglar, biror narsani arendaga olmoqchi bo'lsanglar, 3-4 oy oldin gaplashib qo'yishinglar kerak. Oddiy doktorga bormoqchi bo'lsanglar ham telefon qilasizlar, ближайшая data qachon zapis qilmoqchi bo'lsam priyomga desanglar, 2 haftadan keyin, 3 haftadan keyin deydi, misol uchun. Agar срочный bir narsa bo'lib qolsa, дополнительно qo'shimcha pul to'laganda, ani doktor seni qabul qiladi deydi. Qiyin-da hamma narsani bu yerda anaqa qilish.
rezerv qilish. Instagramda rosa tush so'radinglar. Hozir menmi Estee Lauder tushini so'rayapman. Estee Lauder ko'p narsasini ishlatganman, lekin tushini ishlatmaganman. Zo'r tush. Gapi yo'q bu tushga. Aynan mana shunisi. Bunga по-моему eski nimalarimda telefonimda video ko'p-ku, bunga obzor olganman, просто qo'yish esimdan chiqib qolgan. Yoki montaj qilmaganmanmi hali, xullas yotibdi videosi, qo'yaman. Selenadagi emasu, ya'ni zo'r bo'yidi, faqat 4-3-marta ustun qilaversanglar. Keyin kuni bo'yi zo'r turib beradi. Mana bu qora bo'lib izlab qolmaydi. Lancome tushlari bor edi-ku, eski tushlari, yangilarini bilmadim, ishlatib ko'rganim yo'q. O'sha eski tushlari bir qo'ynim sovib ketgandan keyin Lancome umuman tushini olmaydigan bo'lib qolganman. Ular panda qilib qo'yadi. Sizlarni yuvayotganinglarda ham qop-qora bo'lib ketmay, shunda yuzinglarni ishqalashinglar kerak edi. Bunda unaqa narsasi yo'q. Yuvilishi juda ham tez. Umuman ko'zinglarning tagini qora qilib qo'ymaydi. Kuni bo'yi ham zo'r turib beradi. Lekin misol uchun Selena'nikini 2 marta 2 sloy qilsam, bunda pushistlik qilib beradi. Bu 3 sloy qilish kerak. Va Selena'nikidan bu qimmatroq. Mana eng yaxshi ko'rgan tushim hozir Rare Beauty, qimmat segmentlarning ichidan, arzonlarnikidan ichidan teleskopik bor-ku, o'sha. Prosta teleskopik ham qora-qora qilib qo'yadi, shunisi yomon. Mana qizlar. Mana peeling rezultat videolarini ham qilishim kerak. Вообще vaqt bo'lmayapti hozir yugurga ko'p, chunki ko'chmoqchimiz. Mana Zax, Ulgur. Voy, shunaqa bir aniq hovli qilib qolganman qanaqadir. Har kuni yugur. Kстати, qizlar tabriklaylar. Yana uni ustiga do'konimni kengaytirganman. Do'konim ochilgan. Men sizlarga hozir xronologiyasini aytib beraman, qanaqa bo'lgan. Do'konim 2 yil oldin ochilgan edi. 2 yil. Beauty Creation men pomadasini sevdim. 2 yil oldin ochilgan edi. Qizlar, birinchi ochganimizda hamma narsani 20 ta, 15 tadan olib kirgan edik. Unaqangi ko'p assortiment ham yo'q edi. Koreyadan boshlaganmiz boshida. Va uyimda oyimning xonasida shunaqangi stol bo'lardi. Stolga o'xshagan bundoq polkalari bor, naqadar mebelda. O'shanda turardi tovar. Hech ishona olmayman-da. O'sha bitta stolga sig'diradigan tovarimizdan hozir 2 xonali uy tovar bo'lgan. Aytmoqchi bo'lganim, keyin u stolga sig'maydigan bo'ldi tovarlarimiz. Целый kladovkani oyim bo'shatib berdilar. Uyimizda katta bankalar bo'ladi-ku, pomidor bodring bankalar. Ana o'shalarni olib tashab, stol bilan anaqangi kladovkani menga do'konimga beruvdilar. Keyin sekin ko'chib anaqa qildik. Bitta xona, kichkina xona qilib beruvdi akam. Детский xona bo'ladi-ku. Ana o'shanaqangi xonada bizda tovar turardi. Keyin kengaydik, sklad ochdik. Bir xonali uyni sklad qildik. Mana misol uchun uyimdagilar podyezdda bo'ladi-ku, mana bitta ularning uyida, to'g'risidagi uyi ham biz arendaga olib, bir xonasini, короче, sklad qildik. Hozir bir xonali uy bizga yetmayapti, 2 xonali uy oldik. Tabriklaylar mashhur kosmetika. Hozir endi 2 xonali uy, kuxnyasi, balobatlar u yoqda qizlar ishlaydi, adminlarim o'sha yerda, skladdagi qizlar, biz sklad deymiz endi 2 xonali uy. O'sha yerga endi tovar anaqangi 2 xonaga sig'dirdik. Chunki biz 100 talab, 200 talab, 500 talab narsa olib kirishni boshladik. Uni boshida do'kon ochilganda 15 ta 20 tadan emas, endi shunaqangi katta bo'ldi. Bunaqangi nima deydi, kengaytirganinglardan keyin biznesni uni ham yugur ko'p. Shuning uchun shu kunlarda to'y, mo'y, do'konim yugur bir balo bo'yotibdi. Lekin hammasi yaxshi narsalar-da. Ya'ni odamni bunaqa yomon narsa bilan har kuni zanit emasman, yaxshi narsalar bilan. Jalba qotib deb o'ylamaylar yana. Yaxshi narsalar xullas qizlar, yana ozdim. Yelkalarimdan sirazi bilsa bo'ladi, ozganim sirazi biladi. Короче, qishda ozgina semirgan edim, 2-3 kilogami semirgan edim. Hozir yana eski o'zimni 50 kilo anaqamga, даже 49 bo'ldim. Слишком, menga 49 to'g'ri kelmaydi, 50 bo'lishim kerak. 50-51 menga okey. Xullas, hammasi yaxshi qizlar.